Assalomu alaykum hurmatli yoshlar. Men milliy maktabman. Yoshlar bo'yicha uchrashuv o'tkazishni istedim. Yuqori kelganlar bugun yoshlarga tadbirkorlikni yo'lga qo'yish uchun yoshlarga berilayotgan prezidentimizga topshiriq bilan berilayotgan qarorlari bilan berilayotgan kreditlar bo'yicha sizlarga tushuncha beraman. Tadbirkorlikni yo'lga qo'yish uchun 7-sonli qaror bo'yicha 10 million so'mgacha beramiz o'z-o'zini band qilgan shaxslarga. Tadbirkorlikni yo'lga qo'yish uchun o'z-o'zini band qilmasa 10 million so'mgacha kredit beramiz. Tadbirkorlikni yo'lga qo'yish uchun keyingisi kichik biznes va o'rta biznes subyektlarini kredit berishimiz, kichik biznes, o'rta biznes subyektlarga beramiz. U qanaqa bo'ladi? Prezidentimizni 312-sonli qarori bo'yicha 100 million so'mgacha garovsiz, zalogsiz kredit beramiz.